Assalomu alaykum. Navbatdagi katta yo'limizni yetkazib berish jarayonidamiz hozir. Yetkazib berdik ham. Bu ham Oltinko'lga. Oltinko'l Balshivga deyiladi. Mana sistema tanish bo'lsa kerak. Trendga chiqqan ustagamiz qilib beribdi. Shu trenddagi sistemasini. Go'nglarni solib afsala qilyapti xudo xolasa. Katta yo'l shu yerga o'rnaydi, mana podachasiga. Haga beton quyilgan. Katta yo'l o'rnaydi, podachi. Bir xilda tarqab u yoqqa ketyapti-da, bu yoqdan mana bizda chekada obratga bo'lib kelyapti. Shu holatda uni o'tkazib bilan ko'rsatganmiz. Shu holatda qilingan. Illet turbalada go'ngni ham ayamay topdi. Shu yerga mana katta yo'lni yetkazib berganmiz hozir. Dastlabki qilib tushirib berdik. Videoni uzmasdan katta yo'ldan ko'rsatib o'tamiz. Mana katta yo'l tushirib oldik xudo xolasa. Shu trenddagi katta yo'limiz shu mana. Mana o'txonalarga turbalar, pastlari vadinoy, bular mana havo beradigan forsinkalar. Eshiklari mana suvli holatda yetib kelgan. Havolar profil. Shlankalari rastiski yaxshi shlankadan berganmiz. Kam ko'z hamma yo'llari chiroyli holatda yetib keldi mana.